Hozir sizlar bilan internet tarmoqlarida, ommaviy axborotlarda keng tarqalgan arabcha iboralarni so'zma-so'z tarjima qilib ko'ramiz. Misol uchun anta fi qalbi. Anta sen degani. Fi da qo'shimchasi, qalbi bu mening qalbim. Sen mening qalbimdasan degani. Al-qasasu minal haqq. Ya'ni al-qasasu degani bu qasos degani. Min dan bo'lsa al-haq bo'lsa bu haq, rostgo'ylik, adolat degani. Ya'ni qasos olish bu adolatdan, haqdan degani. Yoki hasbiyallohu va ni'mal vakil. Hasbi ya'ni menga kifoya degani. Alloh menga kifoya va ni'mal vakil ya'ni ni'mal degani eng yaxshi degani. Vakil bu vakil degani. Demak Alloh menga eng yaxshi vakil. La tahzan innalloh ya'ni innalloha ma'ana deydi. La tahzan. Xo'p, la tahzan degani mahzun bo'lma, xafa bo'lma degani. Innalloh bo'lsa albatta Alloh. Ma'ana, ma'a bilan birga, na biz. Demak, Alloh biz bilan birga, xafa bo'lma degani.